Hammaga salom, qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari. Mana navbatdagi xonadonimizni mebellarni o'lchashga, razmer olishga keldik. Xudo xolasa, qisqagina ma'lumotlar uchun berib o'tamiz. Mana shu ko'rib turgan kuxonniy naborlarning joyini qanday qilib tayyorlash kerak. Mana hozir remontdan oldin chaqirdi. Bu yerda qaytadan remontga berar ekan. Shuning uchun zakazda o'sha mana YouTube'ga qo'yib qo'yganmiz, o'sha kanalimizga qo'yib qo'yganmiz. Remontdan oldin chaqiringlar. O'sha mebel yasatmoqchi bo'lsanglar, qayerga rozetka, issiq suv, sovuq suv montaj, remontli montajlarni joy-joyini belgilab beramiz. Avvalo birinchi o'rinda maketini yasaymiz. Sizga yoqsa, o'sha maketga asosan qayerga nima narsalarni tushirib berishingizni belgilab beramiz degan mana shunday videolarimizni ko'rgan ekan. Yana hozir mana shu video qilib beryapman sizlar uchun. O'sha qaytadan YouTube kanalimizga joylab qo'yamiz. Shu narsalar haqida ma'lumotga ega bo'lmaganlar mana hozir ko'rib turib shu narsalarni bilib olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, like tugmani ham bosib turasizlar. Xudo xolasa, cho'tki qilib olsanglarga polniy tanishtiruv qilib o'tamiz. Qo'limda ushlab turgan planshetimizda hozir mana shu uyimizni maketi tayyor mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Xuddi mana shu kuxonniy naborimiz mana. Polniy hamma narsasi joy-joyiga joylashgan. Hozir razmerini to'lamizda. Mana shu kuxonniy naborlar mana. Rakinamizda chap tarafdan, o'ng tarafdan рабочий место, gaz plitida chap tarafdan, o'ng tarafdan рабочий место. Mana kolonli oynalarimiz va zo'r mebellar. Yana gaz plitasi varishning faneli gaz plita. Bu yerga stroyniy duxovka, stroyniy mikrolovka. Mana bu xolodilnigi bo'ladigan bo'lsa, xolodilnigimiz mana ko'rib turganlaringlardek shkafning ichida joylanib turibdi. 3 etajli mebel bo'lyapti. Balandligi 285 ga, eniga 448 sm ga tushyapti mana shu mebelimiz. Balandligi 285 bo'lyapti. Ana endi hozir mana shu mebelimiz ko'rib turibsizlar, yo'qdi egasiga, maketini tayyorlaganmiz, yo'qdi. Endi hozir mana shu turishiga hamma narsasini to'chni joyiga chizib berganmiz. Endi u deganimiz, misol uchun mana bu joyga xolodilnigimizni mana chizib berganmiz. Xolodilnik rozetkasi o'zida turibdi. Ko'rinmaydi biron joyda. Avvalgi joyi mana bu joyda bo'lgan ekan. Mana ko'rib turganinglardek, ko'pchilik shu yerlarga tushirib oladi. Bu yerlarga tushirmaylar rozetkalarda xolodilnikini. Sababi uyda o'sha kuxnyaga ham nimasini buzib qo'yadi. Xolodilnik kabellari osilib yotadi. Bolalar misol uchun tegib tortishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun shunaqa narsalarni aytib o'tyapmiz. Xolodilnik rozetkasidan keyin xolodilnikning yoniga doim joyi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, xolodilnikdan keyin rozetka tashlayman. Keyin mana bu rakinasini ham mana shu joyga tashlab beraman. Rakina mana kanalizatsiya, issiq suv, sovuq suv, rozetka, suv filtrlovchi rozetka. Mana shu komplekt narsalar chizildi mana bu. Endi mana shu joyga chizib berganimiz sabab rakinani past qismidagi eshikni ochgan vaqtida mana shu joyda turadi. Bu degani erta tozalash ham, qaytadan ulash ham, smesitelni almashtiradimi, sifonlarni almashtiradimi, yo'q mana bu turbishga tushib ketadigan narsalarni almashtiradimi, oson variant. O'sha eshikning orqa tarafida turadi. Bu yaxshi variant. Endi mana gaz plitamizga rozetkamizni tushirib berganmiz. Gaz plitaga bitta rozetka turibdi. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa, 100 lik o'sha goframizni, dimoxotimizni montaji mana shu joyda turibdi. U degani mana bu joyda bitta eshigimiz bo'ladi. Ochgan vaqtingizda rozetka ham, gofra ham o'sha eshikda ichida qolib ketadi. Pataloydan emas, yo'q bo'lmasa bir noto'g'ri joydan emas, o'zini joyidan mana shu joyda vitishkamiz turadi, 30 santimetrdan keyin tortib olib chiqib ketadi havoni. Bu juda ham yaxshi narsa. Mana shu narsani joyiga chizib berganmiz mana. O'zini joyida turibdi hamma narsasi. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, varishning faneli gaz plita qo'yiladigan bo'ldi. Hozirgi kunda ma'lumot aytib o'taman. Gaz plita juda ko'pchilik o'sha stol ustiga fanelli, varishning faneli gaz plita qo'ydirib turgizishyapti. Buni zarar tarafi yo'q. Misol uchun stolga issiqlik beradi, yo'q bo'lmasa boshqa bo'ladi, opasniy holati bormi degan savollarga yo'q bu narsamiz. Yaxshi ishlab beradi. Buni birinchi o'rinda eng plus narsasini aytib o'taman, stol ustidagi gaz plitamizni. Birinchi o'rindagi plus varianti. Buni endi ko'pchilik YouTube'ga ham aytib o'tmagan, bu narsani aytib o'tamiz. Quloqlari buraydigan quloqlari tepada turadi. O'sha gaz plitani. U degani yosh bolalarda 4 yashar, 5 yasharlik bolalarning qo'li yetmaydi degani. Misol uchun mana bu gaz plitamizda, stoyachiy gaz plitamizda old tarafida turadi. Bemalol qo'li yetadi, burab gazni ochib olishi mumkin. Shuning uchun gaz plitamiz stol ustiga qo'yganingiz yana ham yaxshi, ham arzon, ham chiroyli, zamonaviy shunday holatga chiqadi. Yana o'zingizlarga qaysi ma'qul bo'lsa o'shani qo'llasanglar ham bo'ladi. Mana bu gaz plitamizni yerga turadiganida
stroyniy stoящий gaz plitamizni ko'proq duxovkasi uchun olishadi. Endi bu yerimizga yana bitta rozetka chizib berganmiz. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, o'sha tifal, mikser, blender, telefon zaryadchi uchun mana rozetka chizib berganmiz. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, stroyniy mikrolovkani rozetkasi, stroyniy duxovkani rozetkasi. Har bittasi o'ziniki o'ziga holatiga turibdi mana ko'rgan bo'lsanglar. Nasib bo'lsa, mana shu joyimizga mebellarni yasab olib kelganimizda xudo xolasa bir ko'rib maza qilib tomosha qilib olasizlar. Turgan joyimiz Qashqadaryo viloyati Yettitom tumani, to'g'rimi? Bu Ko'kdala tumani. Ko'kdala tumanida turibmiz. Qaysi shaharcha? Yettitom shaharchasi ekan. Endi qaranglar. Xuddi shu obzorimizdan taxminan 5 qancha ham joyimizga Sobit akamiz xonadonlariga Qashqadaryo viloyati o'sha Shahrisabz tumani adresi точно esimdan chiqib qoldi. Hozir daftarga yozilgan. Obzor qilgandik, mebeli tayyor bo'ldi. Xudo xolasa yaqinda olib borib qo'yamiz. Uni ham nasib bo'lsa ko'rib olasizlar inshaalloh xudo xolasa. Xo'p, sizlar bilan xayrlashmagan holatda nasib bo'lsa keyingi videolarda ko'rishib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'r mebellar ko'rishguncha salomat bo'linglar.